Assalomu alaykum. Keling bugun bolalarimizdagi endokrin kasalliklar haqida ma'lumot berib o'tsam. Men Yunusova Aziz Bahramni oliy toifali endokrinologman va hozir aynan har birimiz uchun kelajagimiz poydevori, qalbimizni bitta bo'lagi bo'lgan farzandimizni sog'lig'i haqida gaplashmoqchiman. Bolalarda uchraydigan eng ko'p endokrin kasalliklar bu bo'y pastlik sindromi, semirish hamda bolalardagi tana vaznini juda ham kam bo'lishi. Bolalarda eng ko'p mana shu kasalliklar uchrashini aynan sizni bolangizda bo'layotganini qachon aniqlashingiz mumkin? Agarda farzandingiz o'zini tengdoshlaridan nisbatan semiz bo'lsa, agarda o'zini tengdoshlariga nisbatan juda ham katta bo'lsa, bu bolalarni albatta endokrinologga olib borish kerak bo'ladi. Masalan, bolangiz bog'chaga borsa, albatta shu yilda tug'ilgan bolalar bilan solishtiring. Bo'yini, vaznini solishtiring. Qora aylanasiga e'tibor bering, kiyimlarni razmeriga e'tibor bering. Agarda farzandingiz maktabga borayotgan bo'lsa, jismoniy tarbiya darsligida uni qaysi o'rinda turganligiga e'tibor bering. Agarda u eng oxiri turibman desa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Chunki agar bu narsani ozgina kechiktirsangiz, demak siz yutqizayotgan bo'lasiz. Nimaga? Ba'zi bir farzandlar harbiy bo'lishni istashadi. Bunda albatta bo'yni ahamiyati bor. Ba'zi bir farzandlar aynan bo'yiga taalluqli bo'lgan sportsmen yoki aeroportda ishlaydigan yoki yana biror mutaxassislikni tanlashadi va shu paytda agar bo'yi pand berib qolsa, ko'pincha xafa bo'lib qolishadi. Nega ota-onam yoshlik paytida shifokorga olib borishmagandi? Yoshlik paytida deyotganim, bolalarning o'sish zonasi bor. Bolalar aynan qaysidir yoshgacha o'sadi. Undan keyin esa bo'yni o'stirib bo'lmaydi. O'g'il bolalarda o'sish zonasi 17-18 yoshgacha yopiladi. 17 yoshdan keyin bolalar o'saman desa ham, dorilarda ham, hech qanaqa gormon ro'stalar olganda ham bola o'smaydi. Qiz bolalarda esa hayz kelishni oldingi qizlardan nisbatan vohliroq boshlangani, ya'ni qizlarni vohliroq yetilayotgani sababli ularda zona ro'stani yopilishi ham vaqtliroq, ya'ni 15-16 yoshga to'g'ri kelyapti. Oldin qizlarimiz 18 yoshgacha bo'yligi o'sgan, lekin hozirgi kunda qizlarning bo'yi 16 yoshgacha o'syapti. Shuning uchun agarda bolangizda bo'y pastlikni aynan 12-13 yoshda sezgan bo'lsangiz, shifokorga murojaat qilishingizni so'rayman, chunki aynan shu paytda siz bolani bo'yini o'stirishingiz mumkin. Lekin bolaning bo'yi haqida gapirganimizda har doim ota-onani bo'yiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Agarda otasi ham bo'yi past bo'lsa, onasi ham bo'yi past bo'lsa, demak bola genetik bo'yi pastroq farzand bo'ladi, chunki uni qolipi shunday yaralgan bo'ladi. Buni aniqlash uchun eng oson yo'lni o'rgataman. Ota-onani bo'yini qo'shib, ikkiga bo'lib, undan oltini ayirsangiz qizingizni bo'yi, unga oltini qo'shsangiz o'g'lingizni bo'yi chiqadi. Bu taxminiy hisoblar. Lekin baribir bolani o'stirish imkoniyati bor. Shuning uchun ota-ona bu vazifani o'zini bo'yniga olish kerak deb bilaman. Agarda bolangizda semizlik ko'rayotgan bo'lsangiz, buni ham vohliroq harakat qilishni maslahat beraman. Nimaga? Chunki adipotsit hujayralari, ya'ni semiruvchi hujayralar aynan bolalik va o'smirlik paytida bo'ladi. Masalan, e'tibor bering. Agarda siz bolaligingizda semiz bo'lgan bo'lsangiz, siz butun umr semizlik bilan kurashib o'tasiz. Agarda siz bolalikda vazningiz katta tug'ilgan bo'lsa, siz butun umr semizlik bilan kurashib o'tasiz. Agarda sizda ota-onangiz to'la odamlar bo'lsa, demak, hamma ovqat yeb semirmasa ham aynan siz ozgina suv ichsangiz ham semirasiz. Chunki sizni aynan qolipingiz shunday yaralgan va bu bilan butun umr to'g'ri ovqatlanish, ko'proq jismoniy harakat qilish bilan yengishingiz mumkin bo'ladi. Agarda bolalik paytida semizlik bo'lmasa, ya'ni semizlik hujayralari paydo bo'lmasa, bu bolalar butun umr semizlik bilan kurashishi kerak bo'lmaydi. Demak, bu ham ota-onaning zimmasida. Bolalik va o'smirlik paytida bolangizni semirtirmaslikka harakat qiling. Agarda ozgina ortiqcha vazn sezayotgan bo'lsangiz, endokrinolog shifokorga murojaat qilishingizni so'rayman. Oddiygina e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar, ya'ni agar bolangiz juda ham kiyimini tez o'zgartirayotgan bo'lsa, masalan, bitta kiyim olib berdingiz, 2 oydan keyin bola sig'may qoldi. Demak, u tez semirib ketyapti. Siz shifokorga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bo'y pastlik sindromida ham xuddi shunaqa. Agarda farzandingiz 2-3 yil davomida bitta kiyimni kiyayotgan bo'lsa, demak bolangiz o'smayapti. Agar farzandingiz 1 yilda 3-4 sm gacha o'smayotgan bo'lsa, demak bolangizda
o'sish jarayoni to'xtab qolgan. Shu holatlarda albatta shifokorga murojaat qilishingizni so'rayman. Va qizlarda va o'smirlarda ota-onalar e'tibor berishi kerak bo'lgan jinsiy a'zolarning rivojlanishi, ya'ni bu ham endokrin patologiya hisoblanadi. Qiz bolalarda 11-12 yoshda jinsiy a'zolar, ko'krak paydo bo'lishni boshlash kerak va tuklar paydo bo'lishiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi paytda haqiqatda 8-9 yoshli qizlarni, o'g'il bolalarni olib kelishyapti, ularda terlash paydo bo'lgani hisobiga. Haqiqatda bu assimilyatsiya holati, ya'ni erta bolalarimiz rivojlanishyapti. Erta ulg'ayishyapti. Shuning uchun ularda haqiqatda 8-9 yoshda tuklanish paydo bo'lib, ularda terlash paydo bo'lyapti. O'g'il bolalarda onalarga iltimos qilgan bo'lardim. Haqiqatda o'zbekchilikda o'g'il bolalarni katta bo'lgandan keyin yuvintirishga uyalishadi. Ularning jinsiy a'zosiga qarashga uyalishadi. Agarda sizni uyingizda ham ona bu narsaga uyalsa, otalardan iltimos qiling, ularni tuxumlari bormi? Shunga e'tibor berish kerak. Ya'ni agarda kriptorxizm kasalligi 5 yoshdan o'tib ketsa, bu bolalar keyinchalik bepushtlik bilan qiynalib qolishligi mumkin. Shuning uchun albatta bolalar uxlayotgan paytda kechqurun 2-3 da bilintirmasdan uni tuxumlari bormi, yo'qmi e'tibor berib qo'yish kerak bo'ladi. Hamda nimaga kechqurun 2-3 da deysizmi? Chunki bola uyalganda yoki soviganda yoki hayajonlanganda u tuxumlar yuqoriga ko'tarilib ketib, siz ularni sezmay qolishingiz mumkin bo'ladi. Uxlayotgan paytda esa u hayajonlanmaydi. Issiq o'rinning ichida albatta bu tuxumlar joyida turgan bo'lishi kerak. Va bolalar o'smirlik paytiga o'tayotganda esa o'g'il bolalarni jinsiy holatiga ham qarab qo'yish kerak bo'ladi. Chunki aynan semiz bolachalarda u juda ham kichkina bo'ladi. Keyinchalik esa bu bilan uyalib qolish holatlari yoki bepushtlik holatlari uchrab qolishi mumkin. Shuning uchun uyat degan so'zni chetga olib qo'yib, farzandlarimizni gormonal rivojlanishi, jinsiy rivojlanishini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak deb bilaman va o'g'il bolalarda tuklanishga e'tibor berish kerak. Ularda 13-14 yoshda tuklanish bo'lishi kerak, terlash bo'lishi kerak. Mana shu holatlarda o'zgarishlar bo'lsa, albatta endokrinolog shifokorga murojaat qilishingiz mumkin. Agarda sizlarda bolalarda uchrashi mumkin bo'lgan qanaqadir o'zgarishlar haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariylarda yozsanglar javob berishga harakat qilaman. Agar endokrinologik kasalliklar haqida ma'lumotlarni bilishni istasangiz, agarda sizni oilangizda bu kasalliklar bo'lishini istamasangiz, akkauntimga obuna bo'lishni unutmang. Akkauntimda har xil endokrin kasalliklar haqida ma'lumot berishga va ularni davolanishni yangi choralari haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Hurmat bilan Aziz Bahramni kuzatishda davom eting.